Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun birinchi mavzuyimizning davomi hujayra membranasi orqali moddalar tashilishini, aktiv transport hamda vezikulyar transport yo'li haqida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, biz aytib o'tdik, transport o'zi o'tgan safar o'rgangan passiv, aktiv hamda vezikulyar turga bo'lindi. Endi passiv yo'limiz bu aktiv energiyasidan foydalanmasdan moddalarni yuqori konsentratsiyadan past konsentratsiyaga asosan o'tishini ta'minlab beradigan yo'l edi. Endi aktiv transportimizchi aktiv deyilishiga sabab aynan bu yo'lda ishlovchi kanalchalarimiz aktiv energiyasidan foydalanadi. Endi aktiv energiyasidan foydalanishiga qarab aktiv transport o'z navbatida yana ikkiga bo'linadi. Birlamchi hamda ikkilamchi. Demak, aytib o'tganimizdek, aktiv energiyasidan foydalanishga qarab, birlamchi aktiv transportdagi kanalchalarimiz aktiv energiyasidan bevosita foydalanadi. Ikkilamchi aktiv transportimizda esa kanalchalarimiz aktiv energiyasidan bilvosita foydalanadi. Shu tufayli ham ular ikkilamchi deb ataladi. Endi birlamchi aktiv transportga, ya'ni aktiv energiyasidan bevosita foydalanuvchi kanalchalarga natriy kaliy nasosi, kalsiy nasosi hamda kaliy vodorod nasosi kiradi. Bularni biz atifaza deb ham atashimiz mumkin. Ya'ni natriy kaliy atifaza, kalsiy atifaza yoki kaliy vodorod atifaza. Nasos desak ham, atifaza desak ham hech qanaqa xato bo'lmaydi. Endi dastlab natriy kaliy nasosi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Hujayraning yuzasida mana yopiq holatda, normada yopiq holatda natriy kaliy nasosi yoki atifaza kanali mavjud. Endi bu kanalda o'zini kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, kanalda maxsus joy bo'ladi. Aynan shu maxsus joyimiz mana aktivni biriktiradi. Endi hujayrani energiya hosil qiluvchi organoid, ya'ni mitoxondriyadan aktiv sintezlangandan keyin u aktiv shu natriy kaliy nasosini maxsus joyga o'tiradi. Chunki aynan shu maxsus joyga aktiv o'tirishi kerak. Aktiv qachonki shu joyga kelgandan keyin u energiya hosil qiladi, ya'ni ADF hamda fosforga bog'lanadi, parchalanadi. Ya'ni energiyaga boy fosfat bog'laridan energiya hosil qiladi. Bu energiyadan foydalanib turib natriy kaliy nasosimiz ochiladi. Endi mana shu joy ochiladi. Endi yana nima uchun aktiv transportda kanalchalar aktivdan foydalanyapti degan savolga javobimiz aynan bu kanalchalarda aktivdan foydalanishga sabab ular moddalarni yoki ionlarni past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyaga o'tishini ta'minlaydi. Endi birinchi kanalimizni natriy kaliy nasosi deb atadik. Demak, bu kanalimizni nomidan kelib chiqyapmizki, bu kanal faqatgina natriy ioni hamda kaliy ionini o'tkazish xususiyatiga ega. Qachonki maxsus joyga aktiv kelib o'tirib energiya hosil qilgandan keyin kanal ochilgandan keyin bu kanalimizdan demak past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyaga shu moddalar o'tishi kerak. Natriy ioni bilamizki, hujayraning ichida oz bo'ladi, hujayraning tashqarisida ko'p bo'ladi. Kaliy ioni bo'lsa hujayraning tashqarisida ko'p bo'ladi, hujayraning tashqarisida oz bo'ladi, hujayraning ichida ko'p bo'ladi. Shu tufayli ham natriy ioni hujayraning ichida oz bo'lganligi sababli u bu kanal orqali tashqariga chiqadi. Kaliy ionlari esa hujayraning tashqarisida oz bo'lganligi sababli u bu kanal orqali ichkariga kiradi. Ya'ni ular past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyaga harakat qiladi. Lekin ularda nisbat 1:1 emas, balki 3 ta natriy chiqib ketsa, 2 ta kaliy hujayraning ichiga kiradi. Va shu tufayli ham hujayraning ichida kaliy konsentratsiyasining yuqori bo'lishi, hujayraning tashqarisida bo'lsa natriy konsentratsiyasining yuqori bo'lishi aynan natriy kaliy atifaza kanali orqali ta'minlanib beradi. Rasmni ko'radigan bo'lsak ham aynan shu jarayon tasvirlangan. Mana hujayraning ichi intrasellyulyar suyuqlik, natriy kaliy atifaza kanalimiz va bu kanalimiz orqali mana 3 ta natriy chiqib ketyapti, 2 ta kaliy o'rniga kiryapti. Energiyadan aktivdan foydalanib bu jarayon amalga oshyapti. Keyingi kurslarda o'rganamiz. Farmakologiya darsligida ma'lumki, yurak glikozitlari degan moddalar bor. Bu glikozitlar bu moddalarga dikoksin, dikitoksin, strafantin, korgilikon degan moddalar kiradi. Aynan shu yurak glikozitlari biz hozir o'rganayotgan natriy kaliy atifaza kanalini bloklash xususiyatiga ega.
Endi bu kanal bloklansa nima bo'ladi? Bu kanal bloklansa natriy ionlari ichkarida qolib ketadi, ya'ni tashqariga chiqolmaydi. Kaliy ionlari hujayraning tashqarisida qolib ketadi, ichkariga kira olmaydi. Bu nimaga olib keladi desak, natriy ionlari keyingi darsda o'rganamiz. Hujayraning ichida harakat potensiali degan holatga sabab bo'lib qoladi va bu esa yurakning qisqarishiga olib keladi. Demak, yuraklik gazetlari aynan natriy kaliy atifaza kanalini ingibillash orqali yurak urishini oshiradi ekan. Bu o'sha moddalarning mexanizmini bevosita tushuntirib beradi. Birlamchi aktiv transportga misol bo'ladigan ikkinchi kanalimiz bu kalsiy atifaza kanali yoki kalsiy nasosi hisoblanadi. Kalsiy nasosi qayerda mavjud desak, kalsiy nasosi asosan hujayraning ichidagi sarkoplazmatik retikulum degan tuzilmada bo'ladi. Sarkoplazmatik retikulum nima? Sarkoplazmatik retikulum. Sarkoplazmatik retikulum asosan muskul hujayralarda, ya'ni skelet muskullari hamda silliq tolali muskullarda mavjud bo'lgan tuzilma bo'lib, sarkoplazmatik retikulumda asosiy vazifasi ichida kalsiyni to'plash hisoblanadi. Ya'ni qopchada bu, ichida kalsiy to'playdigan qopcha. Endi aynan shu sarkoplazmatik retikulumning yuzasida biz hozir o'rganayotgan kalsiy atifaza kanali mavjud. Sitozolda kalsiy ionlari oz bo'ladi. Sarkoplazmatik retikulumda aytyapmizki, bu kalsiyni to'playdi ekan. Demak, uni ichida kalsiy ionlari ko'p bo'ladi. Shu sababli ham sitozoldagi, ya'ni hujayrandagi kalsiylarimiz past konsentratsiyadan yuqori konsentratsiyaga, ya'ni sarkoplazmatik retikulumni ichiga harakat qiladi va uni ichida kalsiyni yana ham ko'proq to'planishini ta'minlaydi. Bu jarayon qachon bo'ladi desak, bu jarayon muskullarni bo'shashish holatida bo'ladi. Ya'ni muskullar qisqarish uchun bizga kalsiy ioni kerak. Lekin kalsiy ioni sarkoplazmatik retikulumga kirib ketadigan bo'lsa, muskullarni qisqarish uchun kalsiy ta'minlanmay qoladi va bu muskullar bo'shashish holatida bo'ladi. Rasmda ham aynan shu hodisa ko'rsatilgan. Mana sarkoplazmatik retikulum kalsiy atifaza kanali sitozolda, ya'ni tashqarida kalsiy ionlari kam, retikulumning ichida esa ko'p. Shu tufayli ham atifdan foydalanib turib, mana mitoxondriyaning atif sintezlandi va bu atifdan sarkoplazmatik retikulumdagi kalsiy atifaza kanali foydalandi hamda kanal ochilgandan keyin sitozoldagi kalsiy ionlarimiz sarkoplazmatik retikulumga kira olyapti. Lekin keyingi darslarda o'rganamiz. Bu kirgan kalsiylarimiz ham renadin retseptorlari orqali baribir yana tashqariga chiqib muskullarning qisqarishiga sabab bo'lib qoladi. Bu keyingi darslarda o'rganiladi. Birlamchi aktiv transportni ta'minlab beradigan oxirgi kanalimiz bu vodorod kaliy nasosi yoki vodorod kaliy atifaza kanali hisoblanadi. Vodorod kaliy atifaza kanali qayerda bor desak, vodorod kaliy atifaza kanali bu oshqozonda parietal hujayralarda mavjud bo'lgan kanal hisoblanadi. Ya'ni bu kanal qanaqa qilib ishlaydi? Bu kanal mana oshqozonda chizadigan bo'lsak, bu oshqozonda xilma-xil hujayralari bo'ladi. Shu hujayralardan bittasi bu parietal hujayralar hisoblanadi. Parietal hujayralar vodorod ionlarini sintez qiladi. Vodorod ionlari bu parietal hujayralarda past konsentratsiyada bo'ladi. Oshqozon domenida esa vodorod kationlari yuqori konsentratsiyada bo'ladi. Shu tufayli ham parietal hujayralar yuzasida joylashgan vodorod kaliy atifaza kanalimiz parietal hujayralar ichidan vodorodni lumenga chiqishini, lumendagi kaliyni esa parietal hujayralarga kirishini ta'minlab beradi. Endi oshqozon lumeniga tushgan vodorod nima qilib beradi degan savol tug'ilishi mumkin. Aynan parietal hujayralardagi kaliy vodorod atifaza kanali orqali chiqqan vodorodlarimiz boshqa bir ionlar, xlor ionlari bilan qo'shilib bizga xlorid kislotani oshqozonda sintezlanishini ta'minlab beradi. Chunki bilamizki, aynan xlorid kislota oshqozonda sintezlanadi va kislotali muhitni yaratib beradi. Bu xlorid kislota uchun vodorod kerak. Vodorod esa parietal hujayralardan mana biz hozir o'rganayotgan vodorod kaliy atifaza kanali orqali lumenga chiqyapti. Bunda ham vodorod kaliy atifaza kanaliga ta'sir qiluvchi moddalar bor. Bular o'sha biz bilgan omeprazol hamda pantoprazol kabi moddalar. Eshitganmiz omeprazol bu omezning kengaytmasi. Pantoprazol bu moddalarimiz farmakologiyada proton pompa ingibitorlari deyiladi.
Demak, proton pomp ingibitori degandan keyin bu moddalarimiz qachonki ichadigan bo'lsak, ular vodorod kaliy atifaza kanalini ingibitlab qo'yadi, to'sib qo'yadi. Buni natijasida parietal hujayralardan ishlab chiqilayotgan vodorod oshqozonda luminiyga o'talmaydi. Vodorod o'talmagandan keyin ular xlor bilan reaksiyaga kirisha olmay qoladi. Xlor bilan reaksiyaga kirishmagandan keyin xlorid kislota yo'q va oshqozonda kislotali muhiti pasayadi. Shu uchun ham biz OMSni iste'mol qilamiz. Endi bu aktiv transportga kiruvchi nasoslar hamda ularning ishlash mexanizmi edi. Aktiv transportning ikkinchi yo'li bu ikkilamchi aktiv transport hisoblanadi. Ikkilamchi aktiv transportda aytib o'tdik, ular ATF energiyasidan bilvosita yo'l bilan foydalanadi. Ya'ni qanaqa? Mana ta'rifda ham aytib o'tilgan. Bu ikki bosqichda amalga oshadi. Ya'ni ATF yordamida dastlab birlamchi aktiv transport kanalchalari ishlaydi va ular orqali ionlar gradienti ta'minlanadi. Misol uchun, o'sha aytib o'tganimizdek, natriy, kaliy atifaza kanalini olsak, mana birlamchi aktiv transport kanali. Bu kanal ochildi, energiyadan chunki foydalandi va ochilgandan keyin natriyni tashqariga chiqishini, kaliyni ichkariga kirishini ta'minlayotgan edi. Natriy tashqariga chiqqanda u o'zi gradient, natriy gradienti energiya sifatida ishlatiladi. Mana chiqib ketayotgan natriyni gradienti energiya sifatida ishlatiladi va shu energiya bilan boshqa bir moddalarni kirishi ta'minlanib oladi. Qaysi yo'l bilan? Ikkilamchi aktiv transport yo'li bilan. Endi ikkilamchi aktiv transport o'z navbatida ikkiga bo'linadi yoki ikkilamchi aktiv transportga ikki xil kanalchalarni misol qilsak bo'ladi. Bular birinchisi natriy ko-transport kanali hamda ikkinchisi natriy kontr transport kanali. Mana nimaga natriy deyilyapti? Chunki aynan natriy gradienti energiya sifatida ishlatilyapti-da va bu orqali boshqa bir past konsentratsiyadagi moddalarni yuqori konsentratsiyaga o'tishi ta'minlanadi. Endi rasmda ko'ryapmiz, hozir bularga to'xtalib o'tamiz. Natriy ko-transport hamda natriy kontr transport ishlashi xuddi biz haligi yengillashgan diffuziyada moddalarning tashilishiga o'xshash yo'llar orqali tashiladi. Ya'ni natriy ko-transportda moddalar bitta tomonga harakat qiladi. Bu simporter yoki simport yo'li orqali moddalarning o'tishi hisoblansa, natriy kontr transportda moddalar qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi va bu xuddi antiportga o'xshab ishlaydi hamda antiporter deb ataladi. Endi dastlab natriy ko-transportga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ikkilamchi aktiv transportda natriy ko-transport yo'liga natriy glyukoza ko-transport kanallarini misol qilsak bo'ladi. Natriy glyukoza ko-transport, ya'ni sodium glyukoza ko-transportda ikki xil kanalchalari mavjud. SGLT1 hamda SGLT2 deyiladi. Natriy glyukoza ko-transport. Endi biz yuqorida aytib o'tdikki, ko-transportda ikkilamchi aktiv transport ochilganda natriy hujayrani ichiga kiradi, u bilan birga qaysidir bir modda qo'shilib hujayrani ichiga o'tib oladi. Ya'ni u moddamiz hujayraning tashqarisida past konsentratsiyada bo'ladi hamda u yuqori konsentratsiyaga o'tadi. Endi natriy glyukoza ko-transportda aynan shu natriy bilan birga kiradigan modda vazifasini, demak, nomidan o'zi ma'lumki, glyukoza ta'minlab beradi. Ya'ni natriy uchun ochilgan kanalchadan natriy kiradi, u bilan birgalikda glyukoza ham hujayraning ichiga kiradi. Mana rasmda ham xuddi shu narsa ko'rsatilgan. Ya'ni kanalchamizdagi ikkilamchi aktiv transport, ya'ni natriy glyukoza ko-transport SGLT kanali ko'rsatilib o'tilyapti. Bu kanalda mana natriyni bog'lovchi joyi orqali natriy hujayraning ichiga o'tyapti va bu kanalni ochilishidan foydalangan holatda glyukoza ham u bilan birgalikda o'tib olyapti. Xuddi simport usuliga o'xshab. Endi SGLT1 hamda 2 turlari bor dedik. SGLT1 asosan ingichka ichakda bo'ladigan kanalcha hisoblansa, SGLT2 esa buyrak nefronlarida bo'ladigan kanalcha hisoblanadi. Shu orqali ularni biz farqlab olsak bo'ladi. Yana bitta simportga misol yoki simporterga misol, bu natriy kaliy xlor simporter kanali hisoblanadi. Endi bu joyda ikkita emas, balki 3 ta modda bitta yo'nalish tomon harakat qiladi. Ya'ni mana rasmda o'zidan ko'radigan bo'lsak, bu joyda mana natriy xlor hamda kaliy
kotransport kanalimiz, ya'ni ikkilamchi aktiv transport kanalini ta'minlaydigan kanalcha tasvirlangan. Bu kanalchamiz natriy gradiyenti energiyasidan foydalanib ochildi hamda bu kanalda natriy o'tyapti. Unga qo'shilib xlor hamda kaliy ionlari ham hujayraning ichiga o'tishi ta'minlanyapti. Endi bu hodisa qayerda bo'ladi desak, ya'ni natriy kaliy xlor simport kanali asosan gelli qovuzlog'ida, ya'ni buyrak naychalarini gelli qovuzlog'ida bo'ladigan kanalchamiz, ikkilamchi aktiv transport ta'minlaydigan kanalchamiz hisoblanadi. Ya'ni kanalchamiz bu orqali natriy kiryapti, xlor kiryapti hamda kaliy ionlari hujayraning ichiga kirish ta'minlayapti. Hammasi simport yo'l orqali amalga oshyapti. Chunki faqat bitta yo'nalishga 3 xil moddaning harakati ta'minlanyapti. Endi bu joyda ham, rasmda ham aynan shu tasvirlandi. Yuqorida aytganimizdek, natriy kiryapti, xlor kiryapti. U orqali mana gelli qovuzlog'idan bu ionlarni qayta reabsorpsiyasi ta'minlanyapti. Kaliy bo'lsa, yuqorida biz keng o'tgan darslarda o'rgangan darvozasi kanalchalar orqali yana tashqariga chiqib ketib qolyapti. Endi aynan shu joyga, ya'ni natriy kaliy xlor simport kanaliga, ikkilamchi aktiv transport ta'minlaydigan kanalchamizga ta'sir qiladigan moddalar ham mavjud. Bu moddalarimiz bizda diuretiklar deyiladi. Ya'ni sidik haydovchi, bularga o'sha furosemid yoki tiazitlarni misol qilsak bo'ladi. Ular nima qilib beradi? Ularning vazifasi shu natriy kaliy xlor simport kanalini bloklab qo'yish. Endi agar bu kanal bloklanadigan bo'lsa, mana bu joydan ko'radigan bo'lsak, mana bu kanalimiz bloklanib qoladigan bo'lsa, mana bloklandi. Natriy xlor kaliy ionlarimiz qaytadan hujayraga so'rilolmay qoladi. Qaytadan so'rilmagandan keyin bu ionlarimiz tashqariga, ya'ni ikkilamchi sidik tarkibida tashqariga chiqib ketadi. Endi natriy ionlarini tashqariga chiqib ketishi bu suvni ham tashqariga chiqib ketishini ta'minlanyapti degani. Chunki natriy doimo o'ziga suvni tortib harakat qiladi. Shu tufayli ham natriyning reabsorpsiyasi amalga oshmasdan, balki uni sekretsiyasi amalga oshganligi tufayli suv ham u bilan birga chiqib ketadi va sidik hosil bo'lishi oshadi. Shu sababli ham diuretiklar, ya'ni biz aytgan o'sha furosemidlar siydirish xususiyati shu mexanizmga asoslangan. Shu natriy kaliy xlor simport kanalini bloklab qo'yish natijasida ionlarning qayta reabsorpsiyasi amalga oshmaganligi, balki ularda sekretsiya bo'lib ketganligi tufayli ham ayri sistemamiz orqali sidik ko'p tashqi muhitga chiqib ketadi. Endi keyingi ikkilamchi aktiv transportimizga endi antiport, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanuvchi kanalchalarga to'xtalib o'tamiz. Yuqorida aytgan o'sha natriy glyukoza kotransporti yoki natriy kaliy xlor kotransportlarimiz faqat bitta tomonga harakat qilyapti. Endi antiportda, ya'ni natriy kontrtransport, hali yuqorida aytganimizdek, moddalar yoki ionlar qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi. Bularga biz misol qilib natriy vodorod kontrtransport hamda natriy kalsiy kontrtransport yoki antiportlarni misol qilishimiz mumkin. Xo'p, natriy vodorod kontrtransportimiz ham buyraklarda distal yig'uvchi naychalari, ya'ni o'sha distal eng so'nggi yig'uvchi naychalarida mavjud bo'ladigan kanalchalar hisoblanadi. Mana shu joyda desak, bu kanalchalarning vazifasi nima? Qachonki bu kanalchalar ochilganda natriy hujayraning ichiga kiradigan bo'lsa, hujayraning ichidagi vodorod tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni bu kanalchalar ham natriyni qayta so'rilishini ta'minlab beradi, reabsorpsiyasini vodorodni chiqarish orqali. Mana bu rasmda ko'rinyapti. Kanalcha ochilyapti, natriy vodorod antiport kanali natriy hujayraning ichiga qayta reabsorpsiyalanyapti, vodorod bo'lsa tashqariga chiqib ketyapti, ya'ni sekretsiyasi amalga oshyapti. Natriy kalsiy antiport esa bu yurak to'qimasida mavjud bo'lgan kanalchamiz hisoblanadi. Juda ham muhim bo'lgan kanalchalardan bittasi. Buni vazifasi ham o'sha kanalcha, hujayraning yuzasidagi kanalcha ochilganda natriyni hujayraning ichiga kirishini, kalsiyni hujayradan tashqariga chiqib ketishini ta'minlaydi. Endi kalsiy hujayraning ichidan tashqariga chiqib ketishi bu yurak to'qimalarini bo'shashish holatini, ya'ni qisqarishni kamayishini ta'minlab beradi. Endi bu kanalchamizga ham hali yuqorida aytganimizdek glikozidlar
ta'sir qiladi. Glikazid. O'sha digitoksinlar. Nima qilyapti? Kanalchani bloklayapti. Natijada natriy bu kanalcha orqali kira olmayapti. Mana natriy kirishi amalga oshmaydi, balki kalsiyning chiqishi ham amalga oshmaydi. Kalsiy hujayraning ichida ko'p qolib ketadi. Kalsiy ionlarining ko'p to'planib qolishi bu hujayrani qisqarishiga sabab bo'ladi. Chunki yurak muskullarini qisqarish uchun ham kerak bo'ladigan asosiy ionimiz bu kalsiy ionlari hisoblanadi. Hamda glikozidlar yurakda qisqarishini oshirib beryapti. Endi eng so'nggi transport yo'limiz bu vezikulyar transport hisoblanadi. Vezikulyar transportda aytib o'tdik, endositoz, egzositoz hamda transitoz yo'llarga bo'linadi. Nima uchun moddalarning o'tishi vezikulyar transport orqali amalga oshyapti? Chunki aynan vezikulyar transport orqali yirik molekulali moddalar harakati ta'minlanadi. Yirik molekulali moddalar. Endi endositoz nima degani? Endositoz bu hujayra tashqarisidan moddalarni vezikula hosil qilib ichkariga kirishi. Ya'ni chunki endo degani ichkari degani, mana moddamiz kelyapti. Kelgandan keyin hujayraning yuzasida, ya'ni membranasida vezikula hosil qilyapti. Aynan shu vezikula orqali u hujayraning ichiga o'tib ketyapti. Endositoz o'z navbatida yana 3 ga bo'linadi. Bular fagositoz, yirik zarrachalar, ya'ni qattiq moddalarning hujayraning ichiga o'tishi, pinositoz, suyuq moddalarni yoki kichik molekulali moddalarni hujayraning ichiga o'tishi hamda oxirgisi retseptor vositachiligidagi endositoz, ya'ni maxsus retseptorlar yordamida moddalar ichkariga o'tishi mumkin. Aynan shu retseptor vositachiligidagi endositozga biz temirni hamda xolesterinni hujayraning ichiga o'tishini misol qilishimiz mumkin. Chunki temir hamda xolesterinlar o'sha retseptorga bog'lanadi maxsus hujayraning yuzasida hamda keyinchalik vezikula hosil qilib turib hujayraning ichiga o'tib oladi. Temir hamda xolesterinni bunga retseptor vositachiligidagi endositozga misol qilsak bo'ladi. Endi fagositoz dedik. Fagositoz o'sha bilamiz, bu so'zni ko'p eshitganmiz. O'z navbatida 3 ta bosqichni o'z ichiga oladi. Dastlab birikish bosqichi bo'ladi. Keyin yutish bosqichi bo'ladi hamda parchalash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni moddamiz kiradigan bo'lsa, dastlab u mana bakteriya deylik, bakteriyalar juda ko'p fagositoz yo'li orqali parchalanadi hujayrada. Birikadi. Dastlab birikkandan keyin uni yutamiz, ya'ni vezikula hosil qiladi. Vezikula hosil qiladi. Keyin shu vezikulaning ichida parchalab yuborishi ta'minlanadi, qaysiki lizosomal fermentlar yordamida. Bu fagositozga misol. Endi egzositozchi, egzositoz bu hujayraning ichidagi moddalarni vezikula orqali tashqariga chiqarishi. Mana egzositoz, egzo degani tashqari degani. Aynan hujayraning ichidagi moddalar vezikula hosil qilib turib, mana dastlab vezikula hosil qilish jarayoni, keyinchalik vezikula hosil bo'ldi. Mana vezikula hosil bo'lib turib, u orqali vezikulamiz orqali moddalar tashqariga chiqib ketyapti. Qanaqa moddalar egzositoz orqali hujayraning ichidan tashqariga chiqib ketadi desak, bularga gormonlarni misol qilishimiz mumkin, chunki gormonlar sintezlanib keyin qonga chiqadi. Fermentlarni misol qilishimiz mumkin. Fermentlar ham egzositoz yo'li orqali tashqariga chiqariladi. Endi tranzitozchi, tranzitozning ikkinchi nomini biz ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Sitopempsis deb ham ataymiz. Ya'ni sitopempsis bu tranzitozning sinonim so'zi. Tranzitoz yo'lda belgilab beradigan yoki anglatadigan so'z hisoblanadi. Ya'ni 3-yo'limiz bu tranzitoz yoki sitopempsis yo'li. Bu yo'limiz ham egzositozga ham endositozga o'xshash yoki ikkala yo'ldan qo'shimcha olib hosil bo'lgan yo'l desak bo'ladi. Ya'ni bunda qanaqa bo'ladi? Tranzitoz yo'lida modda hujayraning ichiga kiradi. Mana hujayraning ichiga kiradi. Keyin vezikula hosil qiladi. Mana vezikula hosil qilyapti. Keyin boshqa tomondan chiqib ketadi. Mana moddamiz chiqib ketyapti. Bitta tomondan kiryapti, vezikula hosil qilyapti. Mana va boshqa tomondan chiqib ketyapti. Bu nima degani? Ham endositozni o'z ichiga olyapti, ham egzositozni o'z ichiga olyapti. Tranzitozga misol qilib immunoglobulin G turini, immunoglobulinlar 5 ta turi bor, o'shandan G turini ona sutidan bolaga o'tishini misol qilishimiz mumkin. Chunki aynan immunoglobulin G dastlab ona sutidan bolani oshqozoniga tushadi. Oshqozonidan ichagiga o'tadi. Aynan shu ichakda bu immunoglobulin G'imiz
vezikula hosil qilib, bu vezikulamiz keyin ichakdan qonga o'tadi. Mana, qonga o'tib ketadi immunoglobulin G'miz. Bu aynan tranzitus yo'li orqali amalga oshadi va qonda u bolada passiv immunitetni ta'minlash uchun xizmat qiladi.